Videoobzorimizda Startup Alfa nomli ruskiy hype proyekt bu saytga biza sarmoya kiritib, sarmoyamizni 137% dan 599%gacha oshirib olishimiz mumkin va har 8 daqiqada sayt bizaga avtomatik pul ishlab berib turadi. Demak, saytga kirishimiz bilan xuddi shunaqa oyna ochiladi. Tepadagi bo'limlar orqali sayt haqida yana kengroq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu saytda qanaqa qilib pul ishlash kerakligini hamma biladi deb o'ylayman. Ko'p videoobzor qilib chiqardim. Bugun sizlarga tez-tez tushuntirib beraman. Ya'ni pul chiqarib ham ko'rsatamiz. Sayt hali ham to'lov jarayonidami, shular haqida ma'lumot olib boramiz bugungi videoda. Mana bu yerdan sizlar oxirgi sarmoya kiritayotgan pul chiqarayotganlarni ko'rib borishingiz mumkin. Pastda statistikasini chiqarib qo'ygan. Sayt rezervida 265 million rubldan oshiq pul bor. Ya'ni 265 million rubldan oshiq bu saytga investitsiya kirgizishgan. Demak, pul ishlash uchun registratsiyadan o'tishimiz kerak. Uning uchun tepada registratsiya tugmasi turibdi. Shuni ustiga bir marta bosamiz va bizaga registratsiya oynasi ochiladi. Birinchi qatorga login, ikkinchi qatorga email, 3 va 4-chi qatorga parolni yozib, oxirgi qatorga tegmasdan registratsiya tugmasini bossak bo'ldi. Biz saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz. Men hozir o'zim profilimga kirib, sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi. Tepada har xil bo'limlar bor. Biz poполнить bo'limida turibmiz. Demak, bu yerda mana saytga kiritgan sarmoyamiz istoriyasini ko'rib borsanglar bo'ladi. Sana soatlargacha yozib qo'ygan, statusi hammasi успешный holatida. Demak, keyingi bo'limi www servis bo'limi. Bu bo'lim orqali biz balansdagi pullarni yechsak bo'ladi. Demak, balansimizda 7020 rubl bor ekan. Biz hozir hammasini yechib o'tamiz. Demak, bu yerdan biz kashlogimizni saqlanib qilgan kashlogimizni tanlab o'tishimiz kerak. Tanlaganimizdan keyin VVC tugmasini ustiga bir marta bossak, bizga galочка chiqarib beradi. O'tgan videoda обработкаga ketganda, bugungi videoda ko'rib turganingizdek, momentanniy pullarni to'lab berdi. Bu yerda выплат успешно подтверждена, проверите баланс kashlika degan yozuv chiqardi. Status успешный holatiga o'tdi. Buni sizlarga video davomida ko'rsatib o'taman. Demak, depozit bo'limi orqali depozitlarimizni holatini ko'rib borsak bo'ladi. Mana bu yerda qachon sarmoya kiritganmiz, qachon o'chadi, summasini ko'rib borishingiz mumkin. Statusi bittasi aktiv holatda, qolganlari уже menga foydasini berib bo'lgan. Demak, istoriya bo'limi orqali istoriyani ko'rib borsak bo'ladi. Mana referali bo'lim orqali saytga do'stimizni chaqirib, yana pul daromad olishimiz mumkin. Настройки bo'limidan biz o'zimizni pul yechadigan rekvizitlarimizni saqlanib qo'yishimiz kerak. Hech qanaqa muammolarsiz bu saytdan pullarni yechsak bo'ladi. Demak, bonus bo'limi orqali biz bonus olishimiz mumkin. Buning uchun mana shu sayt haqida sotsial tarmoqlarda post qoldirib, postilkasini bu yoqqa joylab, отправить tugmasini bossak, 10 rubldan 15 ming rublgacha sayt tomonidan bonus olishimiz mumkin va u pullarni chiqarib olsak bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek, saytda tepadagi bo'limlari xuddi shundan iborat. Unaqa qiyin bo'limlari yo'q. Pul yechishni ham ko'rsatib o'tdim. Momentanniy kelib tushdi. Endi пополнить bo'limiga o'tib, sarmoya kiritishga zaifga qoldirib qo'yamiz. Buning uchun выберите plan bo'limidan 10 ta plandan o'zimizga ma'qul kelganini tanlaymiz. Ikkinchi qatordan sistemani tanlab, uchinchi qatordan summani yozib o'tamiz. O'ng tarafda statistikani chiqarib beradi. Общий sarmoyamiz 6400 rubl bo'lib keladi va har 8 daqiqada sayt bizaga offline bo'lsa ham avtomatik 17 rubldan balansimizga pul ishlab berib turadi. Demak, dalay tugmasini bosamiz, PR hamyon beradi. Mana shu PR hamyonni kopировать qilib olib, biz PR hamyonimizni перевести bo'limiga o'tamiz. Mana PR hamyonni перевести bo'limiga o'tib oldik. Номер etadigan joyga kopировать qilgan PR hamyonimizni yozib, pastdan summani yozamiz va uni pastidan перевести tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Va ko'rib turganingizdek, xuddi shunaqa oyna ochiladi. Tepada ID tranzaksiya kodini beradi. Mana shuni kopировать qilib olishimiz kerak. Agar sizlarga bu yerdan bermasa, istoriya bo'limiga o'tib, mana bu yerdan ham ID tranzaksiya kodinglarni kopировать qilib olishingiz mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek, biz yechgan pullar momentanli bizning hamyonimizga kelib tushdi. 7020 rubl. ID tranzaksiya kodiga kirsak, qaysi saytdan kelib tushganini yozmagan. Lekin asosiysi sayt bizga momentanli pullarni 100% to'lab beryapti, hech qanaqa komissiyasiz. Endi biz saytga qaytib o'tamiz. Mana saytga qaytib o'tdik. ID platej degan joyga kopировать qilgan ID kodimizni yozib, пополнить tugmasini bossak, bizga platej успешно принят degan yozuv chiqardi va bizga kiritgan sarmoya уже ko'rishingiz mumkin. Status успешный holatida. Depozit bo'limiga o'tib kengroq ma'lumot olishimiz mumkin. Ikkita sarmoyam statusi aktiv holatda. Bittasi bugun 25-sana kuni o'chadi, ikkinchisi ko'rib turganingizdek 27-sana kuni o'chadi. Xuddi shu tariqa sizlar ham bu saytdan pul ishlasanglar bo'ladi, lekin sirazi unaqa katta summa kiritmanglar. Bir xilgina sarmoyasini muzlatib qo'yayotgan ekan. O'shaning uchun sizlarga boshida kichkina summa bilan kirishinglarni tavsiya etaman. Keyin ko'tarib olasizlar. Demak, xohlasanglar kirib pul ishlaylar, xohlamasanglar yo'q. Buni hammasi o'zingizlarga bog'liq. Mana ko'rib turganingizdek, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa, sayt silkasi zakreplённый kommentariy va Telegram kanalimizda bor. O'tib bemalol sizlar ham pul ishlashingiz mumkin. Demak, videoni boshida aytib o'tganimdek, bu videoda ham konkurs bor. Konkurs shartlarini ham videoni boshida aytib o'tganman. Bemalol o'tib ko'rib, sizlar ham pul yutuqlarini yutasanglar bo'ladi. Demak, hammaga omad. Keyingi videolarda